Shu zo'r narsa bo'ldi. Mana shuni bizda ham xuddi kecha qo'ychi bolalar aytayotgandi, tiqilib qolyapti. Yo'q, mana ham ko'tarasiz tamom. Mana. Ko'tarib Qodirbek bizga eng kerakli narsa-da endi bu. Demak, buni ijtimoiy tarmoqda ko'rib qildingiz-da endi. Buni o'tda ko'rdik. Bir fikr qildik biz ham. Fikr qildilar. Bu bunker. Bunker. Demak, beda pressimiz uchun men faqat beda beraman hashaydan. Somon aralashtirib ko'rdim, bo'lmadi. Bunker ko'pchilik pastga qo'yayotgan ekan, men tepaga ko'tartirdim. Juda ham muhim bu. Pastga qo'ysangiz, nari borsa 2 ta 3 ta press chiqarasiz-da. Tepaga qo'ysangiz, otib chiqaraveradi. Bo'ldi. Tiqilib qolmaydi. Tiqilib qolmaydi, pastga yig'ilib qolmaydi. Olib kelingda, shu zo'r narsa bo'ldi. Mana shuni bizda ham xuddi kecha qo'ychi bolalar aytayotgandi, tiqilib qolyapti. Yo'q, mana ham ko'tarasiz tamom. Mana. Ko'tarib qo'yilar ekan, Ko'tarasiz. tevaga qo'yilaveradi. Demak, pastda tiqilmaydi. Umuman teshik bo'lish kerak emas, penalab tashlaganmiz. Chunki yonidan ham baribir chang chiqar ekanda. Chang chiqadi. Baribir 10 minut tindirasiz yog'iga, sekin. Yana chiqilaveradi. Ana, qo'yaverasiz sekin. Bu ham zo'r bo'ldi. Bu presski. Bu yoqda yemniki ham bor. Ha, yemniki ham bor. Ha. Odam. Yem arpa, makajo'xori, bug'doy, raps, semichka shirot, tuz, soda. Omiqda ham. Bularni ham. Yo'q, bu tovuqlarimga. Tovuqlarga, tovuqxonamiz ham bor. Bu yoqda endi buni pastga qo'yaverasiz, aka, bemalol. Tayyorlab qo'yamiz. Tarozi bor. Qo'y boshiga 400 grammdan hisoblab, o'rtacha. Tortib beramiz. Hozir ertaman 400 gramm, kech payt 400 gramm berasiz. Ha, o'rtacha. Даже qo'chqorlarni ham mashiratsionda ushlaymiz. Nega? Hozir to'g'risida men ko'p uyda boqayotgan qo'ylarga 200 gramm, 250 gramm ertaman, 200 gramm, 250 gramm kech payt yarim kilo beringlar deyapman. Sizniki qo'ylaringiz katta, 400 gramm yeyish kerak. Qo'yni katta kishiligiga ham qaraladi. Qo'chqorga ham shu ratsion. Men bir xil qo'chqorlarga eshitaman, kuniga 4 kilogacha berishadi, misol. Ertalab 2 kilo yeyaveradi. Endi meni shaxsiy fikrim, mayli novichok bo'lsa ham bir 5-6 oylik o'pit oldik, kichkinadir. Men o'zimning fikrim shuncha payt aniq mobaynida qo'chqorlar ham sportivniy formada ishlash kerak. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Semirib, oyog'ini ozdirib, endi men yana gap ko'tariladi, mana vistivga indingada, menga agar qo'yib berishganda hamma narsani qoldirib turib, vessi parametrini olib tashlagan bo'lardim. Vistivkadan, eksterior emas, vessi, ishlaydigan eksterior bo'lsin, burni, qulog'i, razrezi, kostyagi bo'lsin, rangi bo'lsin. Lekin ves olib tashlagan bo'lardi, vesgacha qiynab qo'yamiz qo'chqorlarni-da. To'ppa-to'g'ri, u aniq u. Haligi nonni olaman deb bitta televizor beramizmi, pilisos beramizmi, endi u nima qilsa qilinyapti-da, ves ko'tarilyapti. Men jonzot qiynaladi-da. To'ppa-to'g'ri. Meni fikrim endi bu. Yo'q, to'ppa-to'g'ri, eksteriorga ishlash kerak. Eksterior ko'rsatsin, ishlash kerak. Meni fikrim. To'g'ri. O'shaning uchun o'rtacha 1 kilo maksimum atsil 500 grammdan 2 mahal berilsa, sportivniy formada ushlab tursa bo'ladi qo'chqor. Bo'ladi. Keyin Nodirbek, men bitta olim odam bilan gaplashib qoldim. 1-2 kunda syomkamiz ham chiqadi. Bedada eng zo'r foydali bakteriya bor ekan. Bunda sinniy palichka degan bakteriya bo'lar ekan bedada. Boshqa o'tda bo'lmas ekan u. Shuning uchun bu oziqa nimasi zo'r bo'lar ekan buni. Shuning uchun u odam bilan gaplashib o'tirsam, sen bedani beraver dedi-da. Beda bilan arpa dedi. Beda o'zi dukkeli o'simliklar turiga kiradi. Beda u o'zi umuman dukkeli deganimiz haligi proteinvoy deymiz-ku, protein miqdori ko'p bo'lgani uchun ham beda tavsiya qilinadi o'zi. Beda tavsiya. Ha, shu dukkeli o'simliklar turiga kiradi. Demak, bizda o'sha ommalashgan o'rimlari 5 taga, 6 ga, 7 tagacha olishi mumkin. Конечно же, sal qimmatroq demasangiz, lekin yo'q, men birinchi beda berishdan qimmatroq deb turib, boshqa o'tlarga urardim-da o'zini. Haligi akamiz bilan gaplashgandan fikrim o'sdi-da. Men bu boshqa yoqqa o'tdim. Yo'q, buni sostavi juda boy. Oqsilga boy o'simlik hisoblanadi. Kommentariyaga beda press yozaverasizlar endi ana. Presschilar.